Mana qarang 8 ga 128 da 8 ядерный protsessor turibdi. И усилители bor. Bunga qo'shimchani usilitel olib kuchaytirib o'tirish shart emas. Ovozni baland chiqaradi. И sensorlari ham juda ham yumshoq chiqqan, knopочный variant. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Bosminida A14 sim karta ketadigan 8 korli monitorimiz. Buni 9 dyumli bo'ladi, lekin mana Lasetsiligi 10 dyumliga ham 9 dyumli ramka bilan qo'ysalar bo'ladi. Juda ham chiroyli turar ekan. Ishlashlari zo'r. Buni afzalli tarafi mana shu knopkada bo'ladi, chunki yo'lda yurasiz, sensorni qidirib chalg'ib qolasiz. Eng zo'ri mana bu knopочный varianti. Sizlarga maslahat berib qolaman. Bu okamlar o'zlarining mashinalariga asosan CarPlay uchun olyaptilar. Sim karta ham ketadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Bosmini.com 5-4-do'kon Sergeli mashina bozorida. Narxini $150 qilib beramiz. Polni komplekt ramkalar hamma narsasi ichida bo'ladi.